بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar ummatim Ramazonning xislatlarini bilganida edi yilning hammasi Ramazon bo'lishini orzu qilar edilar. Kim iymon bilan savob umidida Ramazon ro'zasini tutsa va kechalarini ibodat bilan o'tkazsa, gunohlaridan onasiga tug'ilgandek bo'lib chiqadi deganlar. Ya'ni Ramazon ro'zasini qoldirmay tutish, kechalarini ibodatda o'tkazish banda uchun mag'firat so'rash imkoni, Alloh taoloning roziligini topish uchun qulay fursatdir. Ro'zador kishiga yana ushbular sunnat: nafsni yomon niyatlardan to'xtatish, foydasiz hamda uyatsiz so'zlarni gapirishdan va eshitishdan o'zini saqlash, birov bilan urushishdan, har qanday gunoh ishlardan o'zini tiyish, mumkin qadar istig'for, zikr va tasbih bilan band bo'lish, Qur'on o'qish, quyosh botgan vaqtda shom namozini o'qishdan oldin bir qultum suv bilan bo'lsa ham og'iz ochish, Ramazon oyida har kuni xufton namozidan so'ng 20 rakat taroveh namozi o'qish, taroveh namozida Qur'oni Karimni o'qib yoki eshitib xatm qilish, Ramazonda xuftonni jamoat bilan o'qigan kishining vitr namozini ham jamoat bilan o'qishi bordir. Nafsni poklash va axloqni sayqallashdan namoz va zakotdan keyin ro'za ibodati keladi. Insonni yo'ldan uradigan narsalar ichida qorin va jinsiy shahvatlar eng kuchlilaridan ekani hech kimga sir emas. Ro'zaning foydalaridan biri xuddi o'sha ikki shahvatni jilovlashga xizmat qiladi. Shuning uchun ro'za nafsni poklash va axloqni sayqallashda eng muhim omillardan biridir. An rajulin min bani Sulaymin qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam as-sawmu nisfu sabri rawahu Tirmizi va Ibn Majah. Banu Sulaymlik bir kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'za sabrning yarmidir dedilar. Imom Tirmizi va Imom Ibn Majah rivoyat qilganlar. Sabr esa nafsning eng oliy maqomlaridan, taqvoning asosiy omillaridan biridir. Ro'za tutgan kishining qalbida taqvo ruhi uyg'onishligi kerak. Ro'za tutgan kishining qalbida ro'za tutgani sababli taqvo hissi uyg'onmasa, u odam haqiqiy ro'za tutmagan bo'ladi. Kim iymon va e'tiqod bilan ro'za tutsa, Alloh taolo o'sha bandani taqvo deb nomlanuvchi, ikki dunyo saodatiga eltuvchi baxtu saodatga muyassar etadi. Ro'za boshqa ibodatlarda bo'lmagan xususiyatga ega. Bu uning Alloh taoloning o'ziga izofa qilinishidir. Alloh taolo hadis qudusida bunday bayon qilgan: An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala Allohu azza va jalla kullu amali ibn adama lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi rawahu al-Bukhari va Muslimun. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Alloh taolo dedi: odam bolasining hamma amali o'zi uchun, faqat ro'za men uchundir va uning mukofotini o'zim beraman. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar. Ro'zani bu kabi
fazilatga ega bo'lishining ikkita ma'nosi bor. Birinchisi, ro'za ichki amal hisoblanadi. Ikkinchisi, ro'za tutish Alloh taoloning dushmani shaytonga qahr qilishdir. Ma'lumki, shahvoniy nafs yeyish va ichish bilan quvvatlanadi. Shahvoniy nafsi kuchli bo'lgan odamga shayton o'z amrini o'tkazishi oson bo'ladi. Ro'za tutgan odamga esa shayton yaqinlasha olmaydi. Ro'zaning bundan boshqa ham ko'plab manfaatlari bor. Ularni sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Aytilgan mauizalardan Robbimiz hammamizga yaxshi manfaatlar bersin.